Zamon o'zgaradi. Yangi imkoniyatlar va tahdidlar paydo bo'ladi. Texnologik taraqqiyot esa bir joyda qotib qolmaydi. Innovatsiya mana shu poygada kim g'olib bo'lishini belgilaydi. U yangi ixtirolarga, kutilmagan yechimlarga va moslashuvchanlikka turtki beradi. Eng yuqori standartlar, zamonaviy dastgohlar, keng ishlab chiqarish portfeli va sifat qadriyati. Bularning bari innovatsiya texnologiyalar markazida uyg'unlashadi. O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari hamda xorijiy hamkorlar o'zlarining turli ehtiyojlarini qondirish uchun uni munosib hamkor deb biladi. Bu yerda 100 ga yaqin turdagi harbiy va ikki xil maqsadga mo'ljallangan mahsulotlar xalqaro talablar asosida ishlab chiqariladi. Har bir bosqichda sifat nazoratiga, buyurtmani a'lo darajada bajarishga va eng muhimi bildirilgan ishonchni oqlashga ustuvor masala sifatida qaraladi. Innovatsiya texnologiyalar markazi faqat muayyan yo'nalish bilan cheklanib qolmaydi. Markaz harbiylar uchun epikirovkadan tortib murakkab elektron urush tizimlariga qadar keng ko'lamdagi mahsulotlarni taklif etadi. Korxona 2018-yildan buyon qurolli tuzilmalar ehtiyojlari uchun himoya nimchalari, zirhli plitalar, ballistik shlemlar, kimyoviy himoya vositalari, taktik anjomlar, uchuvchisiz uchish qurilmalari hamda ularga qarshi tizimlarni yetkazib bermoqda. Optika liniyasida esa tungi ko'rish moslamalari, lazer masofa o'lchagichlar, termal kameralar, kollimatorlar va boshqa yuqori texnologik qurilmalar tayyorlanadi. Ammo bu hammasi emas. Innovatsiya texnologiyalar markazida to'liq ishlab chiqarish sikli yo'lga qo'yilgan. Jarayon birlamchi xom ashyoga ishlov berishdan boshlanadi. O'ta yuqori molekulyar polietilen ishlab chiqarish liniyasi, uglerod tolali mato ishlab chiqarish liniyasi va aramid hamda poliamid asosidagi yuqori chidamli matolar ishlab chiqarish liniyalari shular jumlasidan. Ularda tayyorlangan mahsulotlar himoya nimchalari, zirhli plitalar, ballistik shlemlar va boshqa taktik anjomlar uchun xom ashyo vazifasini bajaradi. Korxonada shuningdek metal va polimer mahsulotlarni qayta ishlash sexi ham faoliyat ko'rsatadi. U yerda zamonaviy dastgohlar, yuqori aniqlikda kesish va ishlov berish texnologiyalari bilan maxsus texnik detallar tayyorlanadi. Markaz bundan tashqari yuqori bosimga dosh beruvchi o't o'chirish shlanglari, uchuvchisiz uchish qurilmalari uchun komponentlarni ham ishlab chiqaradi. Qolaversa, optik moslamalar uchun linzalar, prizmalar hamda maxsus himoya qoplamalari ham shu yerning o'zida tayyorlanadi. Har bir sex xalqaro standartlarga javob beradigan ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan. Ularni yetakchi davlatlar tajribasini o'zlashtirgan malakali mutaxassislar boshqaradi. Innovatsiya texnologiyalar markazi nafaqat keng turdagi mahsulotlar yetkazib beradi, balki mustaqil ravishda yangi istiqbolli loyihalarni ham ishlab chiqadi. Bundan tashqari mavjud texnologik jarayonlarni funksionallik va dizayn jihatdan muntazam ravishda takomillashtirib boradi. Shu bilan birga korxonada yangi dasturiy ta'minot tizimlari va innovatsion g'oyalar ustida ishlovchi tadqiqot laboratoriyasi ham faoliyat ko'rsatadi. Bu yerda yosh mutaxassislar kelajak texnologiyalar bo'yicha izlanishlar olib boradi. Ularning istiqbolli loyihalari to'g'ridan-to'g'ri seriyali ishlab chiqarishga qo'yiladi. Bu esa korxonani ham yangi g'oyalar tug'iladigan ilmiy makonga, ham ularni hayotga tatbiq etuvchi muhim strategik majmuaga aylantiradi. Innovatsiya texnologiyalar markazi, sifat, ishonch va xavfsizlik.